Aziz yurtdoshlar, O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi Namangan viloyati pedagogik mahorat markazi joriy yilning 30-31 may kunlari bo'lib o'tadigan zamonaviy malaka oshirish, yangi pedagogik metodikalar va ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumaniga taklif etadi. Anjuman ishi quyidagi sho'balarda olib boriladi. Ta'lim tizimida raqamli transformatsiya jarayonining muvaffaqiyatli amalga oshirilishi, muammo va yechimlar, uzluksiz malaka oshirish tizimi va pedagogning ilmiy innovatsion faoliyatini rivojlantirish masalalari, aniq va tabiiy fanlarni o'qitishda sun'iy intellektning imkoniyatlari va istiqbollari to'g'risida, ta'limda pedagogik, psixologik innovatsiyalar va yangi metodikalar. Anjuman ishida professor o'qituvchilar, ma'naviy ma'rifiy soha mutaxassislari, davlat va jamoat tashkilotlari vakillari, doktorantlar, tadqiqotchilar, magistrantlar va barcha ilmiy soha vakillari qatnashishlari mumkin. Anjumanda ishtirok etish uchun tezis va maqolalar joriy yilning 15 may sanasiga qadar qabul qilinadi. Maqolalar uchun sertifikatlar beriladi. Manzilimiz Namangan shahar, Islom Karimov ko'chasi 23-uy. Elektron manzil Namangan Mohim Anjuman 2025 elektron pochtasi yoki 94 kodi bilan 633 0553 telefon raqami va Telegram manzili orqali axborot almashishingiz mumkin. Anjuman haqidagi to'liq ma'lumotlar markazning rasmiy sahifasida e'lon qilinadi. Barchangizni anjumanda ishtirok etishga taklif etamiz.